Hammaga salom do'stlar, Peshbom kanaliga xush kelibsiz. Do'stlar, bugun videoroligimizda sizlarga saytlarni vizlon qilib, juda ko'p referal to'plash yo'lini o'rgataman. Buning uchun birinchi videoni boshlashdan oldin kanalimizga obuna bo'lasizlar. Mana shu yerda podpisatsiya tugmasi bo'ladi va mana bu yerda qo'ng'iroqcha chiqadi. Ustiga bosib, tepada vse degan yozuv chiqadi. Shuni bosib qo'yishlarini so'rab qolaman do'stlar. Va mana shu videomizga like bosib qo'yishni unutmanglar va kommentariyada kelgusi videolarimiz nima haqida bo'lishi haqida yozib qoldiring. Nima haqida bo'lishini xohlaysizlar, shuni aytsanglar, men sizlarga o'shanga qarab video chiqarishga harakat qilaman do'stlar. Uzoq kuttirmagan holda sizlarga videoni boshlaymiz. Birinchi navbatda biz Play Marketga kiramiz. Play Marketdan bitta programmani skachat qilib olamiz va uni skachat qilganimizdan so'ng yozamiz. http injektor mana o'zi birinchida chiqib turibdi. Do'stlar, men hali skachat qilmaganman, to'g'ridan to'g'ri tushuntirib o'taman. Mana uстановitni bosamiz. http injektor deb yozsanglar, mana shu video shu programma chiqadi. Uzr do'stlar, videoga o'rganib qo'ying uchun. Keyin mana bu pastiga hammasida ham qo'llashingiz mumkin. Men birinchida hozir qo'llab ko'rsatib beraman. Bularni 100% bizadimi yo almashtira oladimi server bilmadim. Mana hozir tepada ko'rib turganlaringdek chiqdi, ya'ni hozir skachat qilyapti. Mana 44%, 75%. Bu megabaytli narsa do'stlar. Mana уже установка qilyapti do'stlar. Mana hajmi 10 megabayt. 10 megabayt joylar ketadi, lekin juda foydali va juda ham normalniy narsa. Hozir o'zingizlar isbotini ko'rasizlar. Do'stlar, yana sizlardan bitta so'rovnoma o'tkazmoqchi edim. Yana bitta narsa, kanalimizda videolar haqida nima mavzuda qilaylik? YouTube haqida qo'yaymi yo pul ishlashmi yoki programmalar foydali yoki o'yin haqida qilishim xohlaysizmi? Shunga qarab men video qilaman. Bo'ldi, ochildi. Atmasini bosamiz. Bu do'stlar, lekin internetda ishlaydi, chunki sizlarni internet serveringlarni almashtiradi. Mana bizning serverimiz Uztelecom bo'lsa, hozir bizni Uztelecom serverdan chiqarib boshqa serverga ulaydi. U hech qanaqa xavfli joyi yo'q. Ham bo'lsanglar Uztelecom serveriga buning tomoni shundaki, tezligi ham tezlashadi. Kirganinglarda mana shu yerga galchka qo'yib, OK tugmasini bosasizlar. Galchka qo'ymasanglar o'xshamaydi. Bizda xuddi shunday menyu paydo bo'ladi. Mana 3 ta chiziqqa bosamiz. Download generator. Kiramiz mana bu yerga. Hozir mana bu yerga yozamiz. Front inject deganga qo'yamiz. Mana front injectga qo'ydik. Keyin do'stlar, buni galchkasini yoqamiz. Keyin mana bu yerga URL degan joyga xohlagan narsalarni yozasizlar. Men usl.com deb yozaman. Chunki meni kompaniyam usl, shuning uchun usl.com deb yozaman.
pastiga mana download generator tugmasini bosasizlar. Mana bizga dasturlash tiliga qanaqadir kod berdi. Ya'ni dasturchilar buni tushunishi mumkin. Endi yana uchta chiziqqa bosamiz. Pastroqqa tushsak, mana server degan joy bor, o'sha yerga kiramiz. OK bosamiz. OK. Загрузкasi ketmoqda do'stlar. Endi biz bitta server tanlaymiz. Birinchisidan boshlaymiz. Inji ekan birinchisi, kiramiz. Reklama o'chirtiraman. Shunisi ham yomon do'stlar, reklamaga kiradi. Mana bosganimizdan so'ng pastda mana dumaloqqa bosamiz. Va mana bu yerda connect degan yozuv chiqdi. Endi do'stlar mana bu joy. Do'stlar mana shu ikkita strelka bo'yicha bosasizlar, mana shu yerni ikkita galchka qo'yib qo'yasizlar. Keyin mana bu 80 ustiga bir marta bossanglar, jadval chiqadi. 80 ni tanlab pastiga save tugmasini bosasizlar. Bo'ldi endi do'stlar. Hamma narsasi tayyor. Endi teparoqqa chiqasizlar. Shunchaki men parolni almashtirmaslik uchun shunchaki chetlarni bosdim. Mana bu start tugmasini bosasizlar. Va sizlarda tepada hozir OK bosasizlar. Ko'rganinglardek tepada mana remote connect. Hozir bu ishlamayapti. Bu oppoq bulut bo'lishi kerak. Hozir yomg'ir yog'yapti. Hozir buni oppoq qilamiz. Mana ko'rganinglardek oppoq bulut bo'ldi. Endi chiqamiz. Hozir men birinchi navbatda silkasini olaman saytimizni. Keyin zametkiga sayman, keyin o'sha silkadan IP almashtirib o'tamiz. Yozamiz Longgains. Bu saytda do'stlar o'ta живой referal bor. Ulardan xudoga mana ko'rganinglarda yana connected bo'ldi. Ya'ni ana va ko'rgansizlar oq kalit chiqdi. White tugmani bosamiz va shaxsiy profilimizga kirib referalni silkani olib vash referal bo'limiga o'tamiz. Yana bitta referal qo'shilibdi, 32 ta bo'libdi. Bosib turamiz. Copyright qilamiz. Ko'rib turibsizlar, 32 ta zametkiga kiramiz. Noviy zametka ochamiz va ko'chirgan silkamizni jo'natamiz. Endi biz shu silkani ustiga bosamiz. Открыть.
kalt turibdi, ya'ni server ishlamoqda. Mana hozir men profilimdan chiqib olishim kerak. Profilim ekraniga vaqtdan o'tsanglar sizlarga registratsiya bosamiz. Do'stlar narsani tushuntirib o'taman. Bundan 3-4 marta o'zinglar registratsiya mumkin emas. Xohlagan narsalarni almashdi, ya'ni sizni hech qanaqa tanib qololmaysiz. Do'stlar deb yozaman men. Yoza qolaman. Mana xohlasanglar shuni copyright qilib, email degan joyiga oldin almashtirib boshqa saytda qo'llaganingizda, avtosalon saytida paroliga ham dochcoin deb yozaman mana. Ishonmasanglar o'zingizlar sinab ko'ring. Lekin o'zimni payr hamyonimni kiritaman. Chunki u chiqarishdi. Yozdik, endi kattadagi sonni 332 812. Zaregistrироваться bosamiz. Sizlarga o'tmoqchiman bu saytda. Bu sayt IP уже dotda, ya'ni IP ga yana almashtirishimiz kerak ekan. Mana ko'ryapsizlar, IP so'rayapti. HTTP injektor programmasi ekranimiz yana. Birinchi stopni bosamiz. Chizig'i bosamiz. Do'stlar, videomiz cho'zilishi mumkin, lekin bu ko'pchilik bilmaydi. OK bosamiz. Serverga kirib, yana uni ko'pchilik bilmaydi. Shuning uchun sizlarga alohida video qilib chiqarishga harakat qildim. Xuddi shu ishni takrorlaymiz. sakson ustiga bosib 80 qilamiz va saqlaymiz. Startni bosamiz. Qora bulut, yomg'irli bulut. Buni lekin biroz kutamiz, chunki server almashish uchun mana shunday yozuvlar chiqib turadi. Paroli payr hamyonni kiritib turamiz ungacha. 166 915. 166 915. Boshqa IP qo'llab tura qolamiz, bu uncha ishlamayapti. Endi ishlab ketdi do'stlar. Yana qaytamiz. Zaregistrироваться tugmasini bossak, biz ro'yxatdan o'tganimizni hozir aytadi.
bulut o'chib qolmasa agar. Yo'q. Yana bulut o'chib qoldi shekilli do'stlar. Kuchliroq IP tanlaymiz. Serverda. Mana Germaniyaniki 80% ekan. Buni saqlanib qilamiz. Start. Hozir 1-2 dan so'ng bittada bo'lishi kerak. Chunki buniki kuchliroq ekan. Emailimiz bor, parolni kiritamiz. Yoki bu oldin ishlatganligimni bilib qoldi shekil. Dogecoin 1 qilamiz. Dogecoin 1. Dogecoin qilamiz. Mana do'stlar, zaregistrироваться bosamiz. Endi o'xshash kerak. Montaj qilmay hozir to'g'ridan to'g'ri tushuntiryapman. Mana bo'ldi. Endi o'sha emailimiz oldin bo'lganligi sababli shunga yozayotgan ekan. Oldin Dogecoin'ni boshqa saytlarda, serverlarda qilganman, shuning uchun bilib qoldim mana shuning uchun. Sizlarga maslahatim, mana YT ni bosamiz. Mana bizni profilimizga kirdik. Va bizga mana 1000 cerebro покупки berdi. Kupit kerak qilamiz. Do'stlar, yana bitta qoyil maqom tomoni bitta Zazu degan qush tekin berilar ekan. Juda ham ajoyib do'stlar. Bunda ham ishlasanglar bo'ladi. Hali referral chaqirgan profilinglarda ham ishlasanglar bo'ladi. Xo'sh, endi yana spot yana bir marta qilish maqsadida boshqa serverlardan ham ularni ko'ramiz. Lekin ko'rganinglardek almashtirishinglar kerak. Braziliyadan o'taman. Chunki Braziliyaniki kuchliroq ekan. Startni bosaman va Chrome'ga kiraman va выход из profilga kiraman. Ya'ni akkauntimdan chiqaman, bu akkauntimdan. Mana connected bo'ldi. Buni do'stlar ko'pchilik bilmaydi, shuning uchun yo'q настройкаga kirib ketibman. Shuning uchun do'stlaringizga tarqatinglar mana shu videoni. Do'stlaringizlar ham o'rganib, bilib olishini men xohlayman, chunki qancha bilim ulashsanglar, shuncha savob bo'ladi do'stlar. Shuning uchun do'stlaringizga tarqatasizlar degan umiddaman. Yana zametkiga kiramiz. Esinglarda qolsin do'stlar, anaqa referalniy silkamiz. Realniy akkauntimda 32 ta referal mavjud edi. Mana shuni ham hozir sinab ko'rsatib beraman, keyingisi bo'ldi yo'g'i shuni bo'lasizlar. Registratsiyani bosamiz. Yozamiz loginga. Murodil 11 deb yozaman. Yo'q, birinchi Murodil 11. Mana do'stlar, pauza qilib hammasini to'latib oldim. Endi yana zaregistrироваться bosamiz. Mana bunisi ham do'stlar tayyor. Fotos profilga o'tamiz. Yana o'sha narsalarni yozamiz. Kuchukcha gmail.com parol YT. Uzr do'stlar, lekin bu
mana shu bundan oldingi va mana shu videolarimni montaj qilmasdan sizlarga taqdim etyapman. Chunki nima deydi? Bu saytlar hozir yangiligi uchun sizlarga tez taqdim etyapman. Ya'ni bularga sekretini ham aytib o'tyapman. Ko'pchilik buni bilib olish uchun sizlar videoni do'stlaringizga tarqatinglar do'stlar, chunki buni hali ko'pchilik bilmaydi. Buni qancha ko'pchilik bilsa, shuncha ko'pchilikka foydali teggan bo'ladi. Qancha ko'p tarqatsanglar, ularga ham foydasi tegadi. Shuning uchun do'stlar, bu videoni juda ko'pchilikka tarqatinglarni xohlayman. Tarqatsanglar juda katta. Mana do'stlar, bu yerdan ro'yxatdan o'tsanglar 10 serebro, ya'ni 10 kopek chiqarib olishinglarga berar ekan. Uzr do'stlar. Bu sayt haqida bilsanglar kerak. Bundan oldin videomda chiqarganman. Hozir endi o'zimning shaxsiy profilimga kirib o'taman. Bunda do'stlar faqat bu Leon Games emas, xohlagan saytinglarni buzib olishinglar mumkin. Men boshida avtosalon chiqqanda 4 ta profilmi shunaqa ochib olganman. Shuning uchun u saytda uncha qiziqish bo'lmadi, chunki bilasizlar juda ham sekin ishlaydi. Mana bizga 355 serebro kelib tushibdi. Hozir 32 ta edi, sizlarda qolgan bo'lsa. Mana yana 2 ta odam o'tibdi. Xo'sh, hozir ko'rsatib beraman. Mana Dogecoin 1 va Mirodil 11. Bu ikkalovi meni shaxsiy profilim. Hozir uni vaqtini ham ko'ramiz. Mana bugun 7-sana, soat 11dan 18 minut o'tibdi. Keyin nimagadir mana bu joyda 9. Yo'q do'stlar. O qaysidir davlat soatida aniqlayapti yoki server almashganiga o'sha serverni soatida aniqlayapti. Shuning uchun shunaqa soatlar har xil bo'lib ketgan. Chiqsa yo'q do'stlar, bunga yana hozir ko'z o'nginglarda yana Zazu degan qushdan sotib olaman. Buni qancha ko'p serverni almashtirsanglar, shuncha ko'p sizlarga referalniy pul kelib turaveradi. Menda taxminan nima deydi? Bu programmada 10 ta yo 15 tacha server mavjud. Shuncha serverdan o'tsanglar agar 10 tasi bo'lsa ham mana bu maymundan sotib olishga yetadi. Qancha ko'p server almashtirib shu faqat serverga ishonib qolib ketishinglarni tavsiya qilaman. Bu serverdan ko'ra живой referal to'plasanglar sizlarga foydasi kelib turadi. Balki u saytga pul kiritsa, yana sizlarga 20% mablag' keladi. Shuni ham o'ylanglar do'stlar. Yoki yana bitta taktika. Shu hozirgi fake'li akkaunt ochdim, o'sha ikkita hozirlik ko'rsatib berdim. Serverni almashtirib, o'shandan pul kiritinglar va sizlarga masalan 100 rubl kiritsanglar, mana shu silkalardan o'tib, shu silkalarga sizlarga 20 rubl kelsa, 20 rublni chiqarib olasizlar. Shunda sizlar 100 rubl пополнение qilasizlar, lekin sizlar 80 rublga tushadi. Shuni ham shunaqa taktika ham bor. Ya'ni hozir siz bu akkauntingiz kimgadir referal bo'lib o'tgandirsiz, masalan menga referal bo'lgandirsiz, lekin siz pul kiritsangiz menga 20% saytni o'zi to'laydi do'stlar. Sizlarni cho'nchagingizdan olib bermaydi yoki hisobingizdan ham olib menga bermaydi. Sayt o'zi to'laydi. Agar o'zingizlar referal bo'lib ikkinchi referalingizdan 100 rubl kiritsanglar, sizlarni haqiqiy akkauntingizga 20 rubl
pul kelib tushadi. Shunaqa qilsanglar ham bo'ladi do'stlar. Bu pul kiritish o'zingizlarga havola. Men sizlarni majburlamayman. Lekin do'stlar, bitta yana taklif. Shu masalan 10 ta ochsanglar, shu 10 tasiga ham shu tariqa do'stlar, shunaqa qilib 10 ta profil ochsanglar, 10 tasidan ham pul ishlab turaverasizlar. Ulardan biroz bo'lsa ham pul kelib turadi. Masalan, sarmoyasiz ishlasanglar, referral to'plamasdan u fake akkauntinglar masalan kuniga 1 rubl, 2 rubl pul kelib turadi sizlarga. Uni sizlar chiqarib olsanglar 10 ta akkauntdan 10 rubl kuniga. Lekin u haqiqiy akkauntinglardan shu referrallar to'plab hammasini to'plasanglar sizlarga 10 rubl yoki 5 rubl kuniga chiqib turadi bitta o'sha haqiqiy profilinglardan. Buning uchun sizlardan birozgina mehnat kerak bo'ladi. Shu serverni almashtirasizlar. Oppoq bulut bo'lgandan so'ng registratsiya tugmasini bossanglar sizlarga ro'yxatdan o'tadi. Va shu YT tugmasini bosib profilingizga kirib olasizlar. Undan ham shu bergan bonusga qush sotib olsanglar, ulardan ham bonus kelib turaveradi. Haqiqiy akkauntingizga 100 monet, 100 serebro bergandan yana sizlar qush sotib